tumanda, viloyatda eng chekka qishloqlardan biri. Shu qiyinchilik suv masalasi nihoyatda qiyin edi. Yurtda suv bilan ta'minlash, boshqa kamchiliklarni o'ngarish masalasida prezidentga ko'p topshiriqlari bo'ldi. Shu masalada mana bizni mahallaga ham shu nima kelib qoldi. Xudoga shukr 3 kilometrdan hamma xonadonlarga, uylarga suvlarni yetkazib berildi. Bundan bag'iga mana prezidentimizga rahmat. Bu qilinadigan ishlar hammasi shu xalq uchun, yoshlar uchun mana shu ishlar qilinyapti. Har bitta xonadonimizda suv bor, yetkazib berilgan. Suv chiqyapti. Uzluksiz. Eng asosiysi boshi prezidentimizga rahmat. Yangi O'zbekistonda olib borayotgan islohotlarni bosh maqsadim odamlarni rozi qilish, inson qadri degan g'oyani amalda ko'rsatish.